O'tgan darsimizda sizlar bilan order to'g'risida gaplashgan edik. Endi bo'lsa flex grow'ni ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib konteyner ichiga biroz o'zgartirish kiritishimiz kerak. Ya'ni width ichiga 800 qilaman. Keyin justify content olib tashlayman. Sizlar olib tashlamasanglar ham bo'ladi. Yaxshiroq tushunishingiz uchun buni ham olib tashlayman. Keyin ko'radigan bo'lsam, demak mana 800 piksel. Orasida bo'lsa joylar yo'q. Endi bizda ko'rib turibmiz, ma'lum miqdorda joy ortib qolgan. Buni biz yo'qotishimiz mumkin, ya'ni flex grow bilan. Shunda bizda uning ichidagi shu elementlar razmeri o'zgaradi. Birinchi demak item ichidagi widthga min width qilaman, ya'ni minimum width 100 bo'ladi. Undan oshirsak ham demak razmeri o'zgarishi mumkin bemalol. Endi umumiy itemga birinchi flex grow beramiz, ya'ni f ni yozib qilsak flex grow chiqadi. Bunga xuddi orderda demak son berishimiz mumkin faqat. Agar men bunga 1 deydigan bo'lsam, hammasi flex grow, ya'ni elementlar hammasi bir razmerda bo'ladi. Buni saqlab ko'radigan bo'lsak, mana umumiy width'ini yo'qotdi, ya'ni 100 piksellar. Shu umumiy konteynerni to'ldirish uchun demak ma'lum bir width'ga ega bo'ldi. Bundan tashqari biz flex grow alohida berib chiqsak bo'ladi. Ya'ni alohida itemlarga, misol uchun agar buni olib bu yerga qo'yadigan bo'lsam, demak birinchisi umumiy ortib qolgan joyi oldi, qolganlar bo'lsa o'zini width'ini yo'qotmadi. Birdan tashqari biz boshqa sonlar ham berishimiz mumkin. Misol uchun 2. Bunga 3 beradigan bo'lsam, demak mana 1 ham, 2 ham, 3 ham to'g'ri bo'lsa, o'zini holatini yo'qotmadi, ya'ni width'ini. Biz bunga agar 4 deydigan bo'lsak, bu eng kattasi bo'ladi. Ya'ni eng katta razmeri 4 olyapti. 3 olyapti, 2 2, 1 1. Demak, ushbu holatga keltirishimiz mumkin bo'ladi flex grow bilan. Agar biz buni ko'paytirsak, shunga qarab demak o'zgaraveradi. Buni agar mana 2 qilib qo'yadigan bo'lsam, 1 bilan 2 bo'ldi. Buni teng yarimga bo'lishim uchun demak men flex grow 1 deyman, yoki bo'lmasa item ichiga ham flex grow 1 desam ham bo'lardi. Demak saqlab ko'radigan bo'lsak, mana o'rtadan 1 oldi joyi, keyin bo'lsa 2 oldi. Bu juda bizga qo'l kelishi mumkin shu saytda yasayotganimizda umumiy bo'laklarga bo'lishga, ya'ni konteynerlar.